Recep Tayyip Erdo'g'an 1954-yil 26 fevralda Istanbulning Kasımpaşa mahallasida tug'ilgan. Oilasi aslen Qora dengiz bo'yidagi rezident bo'lib, oddiy dengizchi oilasida ulg'aygan. Marmara universitetida iqtisodiyot va boshqaruvni o'qigan. Shuningdek, faol sportchi sifatida futbol bilan shug'ullangan. Siyosiy faoliyati 1970-yillarda islomiy yo'nalishning milliy ko'rish harakatida boshlanib, Nejmiddin Erbakan atrofidagi partiyalarda shakllandi. 1994-yilda Istanbul meri etib saylanishi uning milliy miqyosdagi siyosiy o'rishida burilish bo'ldi. U shaharda infratuzilma, transport va toza suv tizimlarini isloh qilishi bilan tanildi. 1998-yilda diniy she'r o'qiganligi aybi bilan qamoqqa tushdi va siyosatdan vaqtincha chetlatildi. Biroq bu unga xalq orasida siyosiy mahbus imijini yaratib, keyinchalik yanada kuchliroq qaytishiga zamin bo'ldi. 2001-yilda u Adolat va taraqqiyot partiyasini tuzib, qisqa vaqt ichida katta elektoratni birlashtira oldi. 2002-yilda partiya saylovlarida g'alaba qozondi va 2003-yilda Erdo'g'an bosh vazir bo'ldi. Uning boshqaruvi dastlab iqtisodiy o'sish, xalqaro investitsiyalar oqimi va Yevropa ittifoqiga yaqinlashish siyosati bilan tavsiflandi. 2000-yillarda Turkiya iqtisodiyoti tez o'sdi, inflyatsiya pasaydi, infratuzilma loyihalari boshlangan, xalqaro imij mustahkamlangan edi. Biroq vaqt o'tishi bilan u hokimiyatni markazlashtira boshladi. Mustaqil institutlar va matbuot ustidan nazoratni kuchaytirdi. 2014-yilda Erdo'g'an Turkiya prezidenti etib saylandi va 2017-yilda referendum orqali prezidentlik tizimiga o'tdi. 2018-yildan boshlab ijro hokimiyatining asosiy markazi sifatida prezident keng vakolatlariga ega bo'ldi. Parlament tizimi esa ikkinchi darajaga tushirildi. Bu o'zgarish Turkiya siyosiy hayotini tubdan o'zgartirdi. Muxolifat uni avtoritarizm deb tanqid qildi, ammo tarafdorlari uni barqarorlik va samarali boshqaruv deb ko'rsatdi. Tashqi siyosatda Erdo'g'an ko'p qirrali va pragmatik yo'l tutdi. Bir tomondan NATO va G'arb bilan ittifoqni davom ettirdi. Boshqa tomondan Rossiya, Xitoy va Yaqin Sharq davlatlari bilan yaqin hamkorlikni kuchaytirdi. Rossiyadan S-400 mudofaa tizimini xarid qilishi AQSh bilan keskinlikka sabab bo'ldi. Turkiya F-35 dasturidan chiqarildi va sanksiyalarga duch keldi. Shu bilan birga Turkiya Suriyadagi harbiy amaliyotlarda faol qatnashdi. Liviya, Ozarbayjon va Qora dengiz mintaqasida ham harbiy diplomatik ta'sirini kengaytirdi. Bayraktar TB2 dronlarining ishlab chiqarilishi Turkiyaning global mudofaa sanoatida yangi o'yinchi sifatida ko'rsatdi. Bugungi kunda Erdo'g'anning shaxsiy hokimiyati Turkiya siyosatining markazida turibdi. U iqtisodiy qiyinchiliklar, liraning qadrsizlanishi va yuqori inflyatsiyaga qaramay xalqaro sahnada Turkiyani mintaqaviy qudratli davlat sifatida ko'rsatishga intilmoqda. Uning qaror va siyosati nafaqat ichki siyosiy tuzumni, balki Yaqin Sharq, Kavkaz va Yevropadagi geosiyosiy muvozanatni ham belgilab bermoqda.